Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Men Qarao'zak rayoni 26-sanli maktabning 8-B klass o'quvchisi Ilalova Gulmira. Men bugun sizlarga Qoraqalpog'iston tarixidan milliy taomlar, xalqning urf-odatlari ham bayramlari temasini tushuntirib bermoqchiman. Qoraqalpoqlar o'zlarining joylashgan geografiyalik o'rtaligining mumkinchiliklarini foydalanib, dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik ham аңшылык bilan de shug'ullangan. Usigan baylanışlı Qoraqalpoqlarning milliy taomlari da o'zlarining o'ndirgan milliy unumlari de baylanışlı bo'lgan. Danli o'simliklardan Qoraqalpoqlar arasida biday, juveri ulkan ahamiyatga ega bo'lgan. Biday ham juveri unlaridan qamir ilinib nonlar yapgan. Biday unidan patir, sho'rik, bavursak, shelbek pishirgan. Al juveri unidan yeshir ham asqabaq qo'shilib, arnauli tandirlarda zag'ara yapgan. Nonlar tandir ham qozonlarda yapilgan. Bavursak, shelbek, bayram marosimlar kunlari, sonday-ақ ata-babalar ruhuna arналган ес kunlari pishirilgan. Bundan boshqa guruchdan palov, shovli pishirgan. Mash, lobya ham guruch qo'shilib, mashaba go'ji pishirilgan. Oған mal sutidan tayyorlangan qatiq, suzbi, to'raq qo'shib foydalangan. Qoraqalpoq ovqatlari arasida sutli taomlar ulkan ahamiyatga ega bo'lgan. Mal sutidan balalar uchun suyuqimli bo'lgan sut go'ji tayyorlangan. Sut pishirilib, ondan qatiq yutilgan. Sut ham qatiq qaymoqlardan ko'pida pishilib, sari may, ayron tayyorlangan. Ayron yozning issiq kunlari sho'lda qandiruvchi ichimlik hisobida ishlangan. Sari mayga taridan tortilgan so'q qo'shilib, maysoq ishlangan. Maysoq kelin tushiruv to'ylarida, shaju to'ylarida ham bayram kunlarida tayyorlangan. Qoraqalpoqlar o'tgan davrlarda har turli bayramlarni bayramlagan. So'larning biri Navro'z bayrami bo'lib, bu bayram ayrimgi vaqtlardan beri O'rta Osiyo xalqlarining turmusida kengayib belgilangan. Bu bayram har yili kun bilan tun tenglashgan vaqtda, ya'ni 21-mart kunini teng kelgan. Bu kun juda yilning boshlangan kuni, ya'ni baharning boshlanuvi sifatida G'alaba xalq bayrami bo'lib belgilangan. Navro'z bayrami o'zining kelib chiquvi bo'yicha erta zamonlarga borib taqaladi. Navro'z bayrami dehqonchilik bilan bahor bilan baylanishli paydo bo'lgan bayram. Navro'zning ayrimgi davrlarda kelib chiqqanligi to'g'ri ulug' ilmpoz Biruniy o'z minnatlarini ko'rsatib bergan. Qoraqalpoqlarda Navro'z 21-mart kuni belgilangan. O'sha kundan boshlab dastur bo'yicha yerga tuxum tashlab, dehqonchilik yetuvga bo'ladigan bo'lgan. Navro'z oshi ishlangandan so'ng Navro'z seyili boshlangan. Seyil 2 haftaga shekam davom etadigan bo'lgan. Seyilda ovulchasi ulkanlari tarafidan belgilangan odam boshchilik etgan. Qiz-yigitlar arnauli qurilgan otkunchiklarda ushgan. Yoshlar bayrami kechda o'tkazilgan. O'tirspa geshtaklarda davom etgan. Geshtaklarda yigit og'asi ham qiz yengasi boshchilik etgan. Ularning boshchiligida so'z-suhbat ham o'yin-zavqlar o'tkazilgan. O'razadan 2 oy keyin Qurbonlik hayit bayrami belgilangan. Bu bayram diniy tushunuk ham senimlar bilan baylanishli bayram bo'lib, bu bayramda har bir musulmon Xudoy yo'lida yilida bir marta qurbonlik ishlashi kerak bo'lgan.
Қарақалпақлар арасында құрбандыққа көбінесе ірі қара малдарды сойған. Әдетте құрбы жетпеген 7 қожалық бірігіп бір мал сойған. Мүмкіншілігіне қарай қой-ешкілер де сойылған. Құрбан хайт күні әрқилы ойын-зоқлар да өткерілген. Бұл күн қарақалпақлар үшін ең үлкен байрамдардан есептелген.